Aziz o'g'il qizlarim, el yurt dardiga avvalo kim yaraydi? Albatta sizlar yaraysizlar. Yangi O'zbekistonning 3-renessansini kim barpo etadi? Albatta sizlar. Xalqimiz, vatanimiz sizlarga ishonadi. Sizlar O'zbekiston tarixiga oltin harflar bilan yozilayotgan buyuk ishlarni amalga oshirishga qodirsizlar. Katta qudratli resursimiz, rezervimiz sizlar, shuni bilinglar. Niyatlaring bormi? Hech qachon to'xtamang. Intiling, qiyin bo'ladi, og'ir bo'ladi, g'ovlar bo'ladi, to'siqlar bo'ladi, lekin intilgan o'zini albatta niyatlariga yetadi. Har tomonlama erkin, ozod va farovon yashaydigan yangi O'zbekistonda hamda 3-renessansda bunyodkorlari sizlar. Hech qachon unutmanglar, adolat bir narsada, ta'limda, intilishda, bilimda. Faqat oldinga, faqat va faqat jonajon vatanimizni manfaati uchun harakat qilamiz. Izlanish va intilishdan aslo to'xtamang. Baxt va omad doimo sizlarga yor bo'lsin.